Kimgadir xayrli tong, kimgadir xayrli obed. Biz ishga kelib oldik. Men lekin charchabman hozirgi kunda, chunki bir kunda video qo'ysam bir 5-6 ta video chiqarsak, yarimidan ko'pida bitta savol. Manzilingiz qayerda? Nimaga manzilingiz yetmaydigan bo'lsangiz, video chiqazib olasiz deyapti. Jigarlarim, like bosinglar, poddeshka qilib yuboringlar. Ketdi. Joylarimizni ko'rsatayman sizlarga. Sardor kafesi. 181 avtobuslar stansiyasiga kirganinglarda, mana shu burchakda Sardor kafesi bor, podvalda joylarimiz bor, tepada joylarimiz bor. Hammasi sizlar uchun jigarlar. Kommentariyaga yozishadi. Kommentariyaga direktdan to'lib ketadi. Dastavkalar bormi? Nima ovqatinglar bor? Qanaqa ish vaqtinglar nechadan nechagacha? Manzilingiz qayerda? Manzilimiz Yangi yo'lda jigarlarim. Yangi yo'lda. Ish vaqtimiz mana profilimiz shapkasida ko'rsatilgan. 7 dan 22:00 gacha bemalol bexijolat kelsanglar bo'ladi. Shu kelganinglarda bizda shashlik kutib oladi har doim sizlarni. Ibrohim akam, Davron akam, bu yerda yana bitta akam borlar. Hamma shu yerda ishlab, sizlarni xizmatinglarda xudo xohlasa jigarlar. Tak что kelmoqchi bo'lganlar dastavka qildirmoqchi bo'lganlar profilda shap nomerlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ya'ni yozsanglar, qolib ketyapti 2-3 kundan keyin biza kirib o'qiyotganlarimizda o 3-4 kun oldin yozganlar, kutib qo'yapti jigarlar. Yana bitta ma'lumot aytmoqchi edim. Biza ko'pchilik 80 mingtalik auditoriyamizni ko'radi. Katta restoran bo'lsa kerak deb o'yladi. Yo'q, biza jaydari kafe, ya'ni o'sha Yangi yo'l dehqon bozoriga xizmat ko'rsatamiz deb ochganmiz kafeni. Shuning uchun bizlar kafemiz unaqa restoranskiy emas. Xalq ishongan, ovqatlarimiz mazali, hammasi halol, xudo xolasa yaxshi, sifatli, yegan odam orinmay pul to'laydigan kafe bizga jigarlar. Так что like bosishdan chiqmasin, obuna bo'lishdan chiqmasin. Xalqimizga xizmatdamiz. Kelasizlar, maza qilasizlar. Sardor kafesi to'g'ri tanlov.